İli oblastining To'qqiztaran nahiyasida Xitoy zulmi va yig'ilish lagerlaridan qochib Qozog'istonda panohlik tilgan qozoqlar Tönögün Otyurt tashkilotining markaziga yig'ilib, axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Ular Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va kishilik huquq tashkilotlariga Xitoyning Sharqiy Turkistondagi kishilik huquq tajovuzchiliklarining to'xtatilishi va urug' tuqqanlarining qo'yib berilishini talab qilib, iltimos xati sundi. Xitoy mallari haqida yangi seçiliklar o'tirg'i chiqmoqda. Qirg'izistonda Xitoydan import qilingan tuxumning ichidan plastik chiqqanligi bildirildi. Ommaviy taratqularda tarqalgan sin ko'rinishlarga qaraganda, Qirg'izistonlik bir kishi bozordan setib olgan Xitoydan import qilingan tuxumni so'yganda, seriqning plastikiga o'xshash bir modda chiqqanligi ma'lum. Quddus İslamiy Vaqflar idorasining bayonotchisi Firas Davis tarafidan e'lon qilingan yozuvchi bayonotda Masjidi Aqsoning barliq eshiklarining Isroiliya saqchilari tarafidan qamal qilinganligi, Haram Sharifda ibodat qilayotgan kishilarning hujumga uchraganligi bildirildi. Isroiliya saqchilari bu ish haqida tushuntirish bermadi, lekin bir mezgildan keyin eshiklar qaytadan ochildi. Rossiya Xitoyga sotgan S-400 tipliq boshqarilgan bomba mudofaa sistemasi topshirib beradigan paraxotning bo'ronni qilishi bilan ziyon uchirdi. Shirkat yangi S-400larni avatadiganligini bildirdi. Rossiya doiralari bu boshqarilgan bomba sistemlarining cho'lganligini bildirdi va kelishimlar uzun vaqt ilgari imzolandi, lekin qazo yuz berdi. Bomba sistemlarini to'shigan paraxotlar bo'ronda qoldi. Xitoyga topshirish uchun yangidan ishlab chiqaryapmiz dedi. Rossiya davlatlik mudofaa sanoati shirkati Rostekning yuqori darajalik amaldori Sergey Chemezov Saudiya Arabistonda Kalashnikov ishlab chiqarishga doir kelishim oy oxirida imzolandi. Saudiyalar 90% yerlik bo'lishini talab qilyapti. Biz buning texmi oz bo'lishini xohlaymiz dedi.